Assalomu alaykum, hurmatli dindoshlar, hurmatli Bereshen, Ihsongo'y birodarlar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Biz aytgan edik, 2 kun oldin video chiqargan edik. Onisoyaga operatsiyasiga yordam kerak zudlik bilan. Hozirda ahvollari og'ir, qattiq og'riyaptilar, servis pechan kasalligi bilan og'riyaptilar. Yordam bering deb murojaat qilgan edik. Hurmatli birodarlar, aytgan edik, 3 ta farzandlari bor ekan, Onisoya Qudrat ekan. 3 ta farzandlarini baxtiga ham yana yordam qilsak yaxshi bo'lardi. Bir qiz, 2 o'g'illari bor ekan. Bugun biz o'zimizga yig'ilgan ihsonni, o'z omonatimizni o'z egalariga topshiryapmiz. Ihsonimiz shu 2 kun ichida 60 ming so'm pul to'plandi. Ozgina bo'lsa ham operatsiyalarga bir yordam beramiz deb niyat qilgan edik. Albatta sizlarni bir yordamingiz bilan holatlarda aytib bersangiz-chi. Assalomu alaykum, hurmatli birodarlar. Men murojaat qilganim sababi mablag' tomonidan ozgina qiynalib qoldik. O'shanga ukalarimga murojaat qilib shu yordam berishlarini so'ragandim. Sizlarga ham avvalom katta rahmat, shunchalik do'stlik qishlog'iga minnatdorchilik bildiraman. Mana Xudo xolasa bugun O'zbekistonga borib ayolimni yotqizib keldim. Mana davolanish boshlandi. Buni aytganda podgotovka oldidan lecheniya olish kerak ekan. Rahmat o'shanga hammangizga. Ihsongo'y birodarlar, Alloh rozi bo'lsin. Videolarimizni e'tiborsiz qoldirmaysizlar. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Bugun xabarlashdik. Nima bo'ldi deb to'liqroq so'rasak, o'sha O'zbekistonga olib borildilar. Sababi bu yerda ahvollari og'irlashib, yana ham bir qattiqroq og'rib qolishlarini oldini olishlik maqsadida O'zbekistonga borib ko'rsatibdilar va ular mablag' to'plangunicha doktor nazoratida bo'lishligini talab qilishdi. Hozir o'sha yerga tashlab kelibdilar. Endi mablag'imiz hali to'liq yetarli bo'lib to'plangani yo'q. Qo'lingizdan kelsa yordam beringlar. Ma'lumot uchun Qudrat akamiz nomerlarini qo'yib ketamiz va M-bank kartalarini qo'yib ketamiz. Agar ihson qilmoqchi bo'lsanglar, Qudrat akamiz o'zlariga solsanglar bo'ladi. Va bu videoni boshqalarga ham tarqatib qo'ysanglar. Sizlar sabab kimdir ihsonini berib oladi va o'z mukofotini oladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.